Mana ertalabki ko'rgan videomiz orqali Ismoiljon akamiz xudo xolasa test drive uchun ko'ngilli inson bo'lib kelibdi. Xudo xolasa akamiz taniyotgan odamlar bo'lsa, qanaqa gapirishligini, hali bizga tanishmasligini hozir o'zi ham bilsa kerak, kommentariyada fikrlatib kutib qolamiz. Biz xudo xolasa shu test drive uchun mana shu mashinani Depal S07 ni tanladik. Xudo xolasa biz ketdik. Hadovoy qanaqa ekan aka, mana balonlari. Hozirgi holatda mashinaning shumizatsiyasiga nihoyatda yaxshi e'tibor berilganligi bilinib turibdi. Mana shu yerda eng zo'r bitta narsani aytaman. Mana ko'p mashinalarda mana shu chap oyog'ida, ayniqsa avtomatda o'tgan chap oyog'ida sidiniyani tagi bo'ladi-ku, sidina tagida sidinalar o'rnaydigan joyi bo'lib, oyog'imni orqaga tortsangiz sizga komfort beradigan darajada ichkariga kirmaydi-da, sal oyog'imdaroqda turadi. Hali oyoq tizza to'laqonli bukilib tursa, uzun yo'llarni mana shu narsasiga e'tibor qilish kerak. Mana shu yerda ochiq ekan, oyoqni orqaga tortsangiz tovonga tegib olmaydi. Bu yaxshimi? Azoda bu. Men bu yerdan yutolmagan ko'chalarga kiryapmiz. Mana bunday realniy holatlariga ham mana sinash uchun to'g'ri ko'chalarga ham kiryapmiz. Men trekkerni men sadavoy qilganman. Har holda pul sarflab men sadavoy qilib o'tirishga hojat yo'q ekan. Agarda xuddi shu mashinani nafaqat akamizdan tashqari boshqa akalarimiz ham kelib, mini ko'rish imkoniyatinglar bor. Sizlardan bitta pravilar bo'lsa bo'ldi. Men qiziqim, mana shu mashinaga o'tirgandan beri massajda o'tiribman desam nima deysizlar? Endi borini aytish kerak. Xudo xolasa, biz akamizga hech qanaqa narsa taklif qilmadik. O'zini real holatda akamizdan so'radik. Mini ko'rsin. Sababi haligi mini ko'rmaganlar, bunaqa mashinani olib ko'rmaganlar bu mashinalar haqida har xil yomon fikr bildirishi mumkin. Lekin bir qator mini men ham to'g'risi bu mashinani bir marta ukamizni tufayli bitta mini ko'rganimdan keyin qo'rqmasdan akalar bemalol ko'rib deb dadil gapirib yuborganim sabab bir marta mini ko'rdim. Bu haqida yomon fikrga borayotgan akalarimiz, kelinglar, bir qator yomon fikrlar bo'lsa ham, yaxshi fikrlar bo'lsa ham, mini ko'rlasizlar hech qanaqa narsa taklif qilmaydi. Ichingizdagi yomon narsalar bo'lsa chiqaveradiki, hali biz bu gapimiz bilan boshqa mashinalarni yomon demoqchi emasmiz. Har bitta mashinaning o'ziga yarasha komforti bor. Buni qulayliklarni ko'rsatib berdik xolos.